Короче, o'g'limizni uylantiramiz. Nima? Uylanaman. To'y. Hay! Mana to'yim, 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 mana to'yim. Mana to'yim. Dadasi, o'g'lingiz tomga ketib qoldi. Yoshi o'tib, miyasiga urib oldi shekil. Bilmaydi-da xotin kishi qanaqa bo'lishini. Uylantiramiz. Faqat 2 yildan keyin. Nima? Nima? 2 yil? Men 2 yil kutolmayman. Uzr, ketdim. Dada, meni chiritmoqchimisiz? Cho'chima qo'zim, yoningda o'zim. Kuzda to'y. Ha, kuzni kutib nima qilasiz? Yoz ham yaxshi fasl. Yoz bo'lsa yozda. Kuzda, salqinda. Yoshlarga ham yaxshi. Siz ham zo'r bilasiz. Oy, Hammani to'yda bo'ladigan birinchi problema. Kimlarni aytamiz? 1000 kishilik qilaylik. Dushmanlarimiz ko'rib, u bichoy kuyib qolsin. Shuni 2000 kishilik qilaylik. U bu joyga kuyganlar birra to'la o'lib qo'ya qolardi-da. Mahallamiz ancha sakrashiniga tusharmidi? Tarbiya qil. To'y qiladigan meni, karilaydigan senlarmi? Voy dadasi, yegan og'iz uyalardi. Ko'proq aytaylik. Sen uyalasanmi? Sen meni umrimni yeding. Mana u sochimga qo'shib. Biron marta uyalganingni ko'rganim yo'q. Gap tamom. 200 kishilik to'y qilamiz. Sen 50 ta qarindoshingni aytasan. Men 50 ta qarindoshimni aytaman. Sen 20 ta o'rtog'ingni aytasan. Qolgan 80 tasini mahallaga beramiz. Men qarindoshlarim kela olmaydi, uzoqda-ku. To'y qarindosh bilan. Chaqirasan. Aytdim-ku dadasi, ular uzoqda. Taksi problema. Odam bo'lsa taksi yo'q, taksi bo'lsa odam yo'q.